Senyoritalarim, yuzim bez effekt bilasizlar, yaltirab cho'tki bo'ldi. 6 nuqtalik kokteyl oldim. Lifting deykan, yaltirab, ozuqa berib, yuzni tiniqlashtiradi. 15 kundan keyin rezultatini ko'rar ekanmiz. Senyoritalarim, agar nasib va kosmetologga kelsalaringiz, pas-pas gapirishim qarangda endi. Mana shu 6 nuqtalik lifting olganlaringizga bitta chiska bepul. Chiskani narxi esa 400, boring ana 300 ming. Mana shu narsa sizga bepul bo'ladi. Mana bitta chiska, uni ketidan esa shunaqa 6 nuqtali kokteylchadan oldim. Shuna qo'chib yurar edim, qo'rqar edim, ukoldan og'rimaydi, zo'r. Ahvolim ham yaxshi, umuman hech narsani sezganim yo'q. Yana kelaman. Bu chunki 15 kundan keyin natijasini ko'rsatadi. Yana kelaman. Akkaunt qoldirdim. Nasibajon, rahmat asarim, jonimga siz. Senyoritalarim, bemalol kelishlaringiz mumkin. Asli Nasibani faqat reklamalarni iqlimadan ko'rganman. Havasim kelar edi, lekin shu ukol qiladi deb qo'rqib kelmas edim-da, ukoldan qo'rqar edim.